Mashinadan olay. Terror turing. Pishloq deng. Bo'ldi. Opa, ertaga chiqadi, pulini ertaga berib ketasizlar, oilaviy. Yaxshi bitasizlar. Shuni aytishyapti. Hoppa, xola qoldasiz. Fotoapparatchi mashina. Neto chiqdingiz, qaytadan. Biroz chiroyli turing, sizlar rasm. Ayo, siz rasmga bo'lmasa. Uyga kirmayman. Hech keyin yuramiz. Yaxshi qoling, babul. Rasmga olamizda biz, fotoapparatchimiz biz. Fotograf Roro o'zi. Ha, kasobat, yo'qol. Chap eshak. Tomga chiqarkanmiz. Ana shu davay. Tutib bemaro. Voy, opayni seni ya, opachayni seni. Buni ota-onasi tentak bo'lib qolgan. Men tushundim. Buni ota-onasi tentak bo'lib qolgan, kelgan ota-onasini psi-bansiga olib ketib qolishgan. Ular shizofreniya. Onasini nimcha qo'ying bu. Shizofreniya degan kasallik bilan aytdim. Kasallik bilan kasallangan ekan, keyin buni bolalar uyiga majburan berishgan. Juda kamyob narsa. Hozirgi zamonda topilmaydigan narsa pashti. Qara chiqmasin. Lady bilan gentlemenlar, mana miyani rasmi. Shunday do'stinglarga tashlab qo'yinglar shuni. Hatyabi do'stinglar shu miyasini rasmini ko'rib olsin. Yaxshi ketadi emas. Bo'ldi. Pastdagi yo'l ochildi deydi. Men uni ham rasmga olaymi? Davay. Kimdir yuribdi. Voy, aytdim-a kimdir yuribdi deb. Ichki intuitsiyamga ishonishim kerak men. Podval bo'lish kerak. To'g'ri. Va Roro bu podvalga tushish kerak. Nima shu deysan? Xohlasam gapiramanmi? Senga vash farqi yo'q emasmi? Mashinani bitta rasmga olib qo'ysin. Esimda qolgin, keyin safar kelganingda shu deganingga og'zingga qo'lingni tiqib qo'yaman shu qo'lingni. To'xtang, opa, mashinadan olay.